huquqshunoslik Introduction to Law yoki Introduction to Jurisprudence degan fanni yaponiyalik olimlarning O'zi huquq qachon, qanday paydo bo'lgan? davlat borki, o'zini huquqini yaratadi, obyektiv huquq sifatida. Lekin subyektiv huquq sifatida biz huquqni aynan davlat bilan paydo bo'lgan deb ayta olmaymiz. Dunyo o'zi tartibga solinganmi yoki tartibga solishga muhtojmi degan fikr bor-ku. Davlat bo'lgunga qadar ham odamlarni o'zini haq-huquqlari bo'lgan. Huquq subyektiv ko'rinishda davlatdan oldin, obyektiv ko'rinishda davlatdan keyin paydo bo'lgan desak bo'ladimi? Boshqarish esa adolatsiz bo'lmaydi degan gapi bor. Bugungi kunda endi zamonaviy tendensiyalar ta'siri natijasida qanaqa huquq manbalarini ko'rsata olamiz? Sport texnologiyalari yoki bo'lmasa kibernetika bilan bu yoqda huquq qo'shilmasdan yaratadi. Har bir narsani bilamizki, ilk ibtidosi chiroyli bo'lsa, uni intihosi ham chiroyli bo'ladi deyishadi. Assalomu alaykum. Bugundan e'tiboran global media tarmog'ining huquq segmentida yangi huquqshunos kundaligi bilan yuridik podkast loyihasi e'tiboringiz markazida. Toshkent davlat yuridik universiteti jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limi tomonidan tayyorlanadigan ushbu loyiha huquqning paydo bo'lishi, shakllanish tarixi va rivojlanish yo'nalishlari, shuningdek o'z yechimini kutayotgan muammolarni qamrab olgan dolzarb masalalar ustida ko'rsatuvga taklif qilinadigan huquqshunoslar bilan mulohazalar yuritiladi. Demak, biz boshladik. Huquqshunos kundaligi ko'rsatuvlarini biz mantiqiy va tizimli bo'lishini niyat qilgan holda birinchi sonimizni huquqshunoslikka kirish deb nomladik. Va shu maqsadda ko'rsatuvimizning birinchi mehmoni sifatida Toshkent davlat yuridik universiteti davlat huquq nazariyasi kafedrasi dotsenti, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori Akmal Sodiqovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? Avvalo sizni huquqshunos kundaligida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Avvalambor minnatdorchilik bildiramiz shu e'zoz qilib, chaqirib, birinchi endi har bir narsani bilamizki, ilk ibtidosi chiroyli bo'lsa, uni intihosi ham chiroyli bo'ladi deyishadi. Ya'ni bola xalqimizda chiroyli bir maqol bor, bola boshidan ma'lum deydi. Shu loyihamizga ham shu tilak bildiramizki, mana boshi bizda oddiy odamlardan boshlanib, bu yoqda bundan-da yaxshiroq kontentlar qilishga va bundan-da munosibroq odamlar bilan muloqot qilishib, shu loyihani rivojini bersin deb duo qilib qolamiz. Ilohim. İlk savol quyidagicha bo'ladi. Mana shu endi huquq haqida gaplashamiz-da. O'zi huquq qachon, qanday paydo bo'lgan? Xo'p, demak, buni biz bilamizki, ko'pchilik bunda har xil fikrlar bildirishadi. Endi olimlar fikri bo'yicha davlat paydo bo'lgandan huquq ham shakllangan deb aytiladi. Ya'ni davlat o'zini huquqlarini, o'zini alohida irodasini qayd etish uchun ham o'sha huquq normalariga ehtiyoj sezgan, shuning uchun ham huquqni yaratgan degan yondashuvlarni ilgari surishadi. Endi bu masalaga boshqacha yondashadigan bo'lsak, Umar ibn Hattob Amirul Mo'minni bilamiz. U kishining bir yaxshi gaplari bor. Islom ummatsiz bo'lmaydi, ummat boshqaruvchisi, ya'ni imomsiz bo'lmaydi, imom boshqariluvchilarsiz bo'lmaydi, boshqarish esa adolatsiz bo'lmaydi degan gapi bor. Ya'ni umuman olganda, ya'ni siz davlat qurdingizmi? Davlat albatta adolat bo'lishi kerak. Agar adolat bo'lmasa, o'z-o'zidan davlat parchalanishni keltirib chiqaradi. Yoki bo'lmasa Amir Temurni bir o'zini ustoz bilan bo'lgan muloqoti bor. Xat yozishmalarida Said Baraka bilan muloqotda shunaqa fikr bildiriladi. Ya'ni ey Temurbek, agar siz davlat qursangiz, kufr bilan davlat qurishingiz mumkin. Ya'ni kufr deganda xudosiz davlat qurishingiz mumkindir. Lekin zulmga asoslangan davlat qura olmaysiz. Odamlar bunga bardosh bermaydi deyiladi. Ya'ni biz bitta xulosa qilishimiz kerakki, davlat borki, o'zini huquqini yaratadi, obyektiv huquq sifatida. Lekin subyektiv huquq sifatida biz huquqni aynan davlat bilan paydo bo'lgan deb ayta olmaymiz. Qadim-qadimdan hali davlat bo'la turmay, davlat bo'lgunga qadar ham odamlarni o'zini haq-huquqlari bo'lgan. Hamma odam o'zini haq-huquqini talab qilgan. Endi bu subyektiv huquq darajasida. Lekin obyektiv, hammamizga tegishli huquq, davlat o'rnatadigan huquq norma sifatida biz ayta olamiz, ya'ni davlat paydo bo'ldi va u obyektiv hamma uchun huquqlarni tartibda belgilab berdi. Ya'ni bunga bitta oddiygina gap bilan ham xulosa qilsak bo'ladiki, ya'ni dunyo o'zi tartibga solinganmi yoki tartibga solishga muhtojmi degan fikr bor-ku.
Ya'ni bunday olib qarasangiz, biz haq-huquqimizni bilamiz, tartibga ehtiyoj sezmasligimiz mumkindir, lekin tashqariga chiqib bir nazar tashlaganimiz o'ziyoq tartibga muhtojlikni ham bildiradi. Ya'ni subyektiv huquq sifatida biz azaldan o'z huquqimizni, o'zimiz haqqimizni bilgan bo'lsak-da, lekin obyektiv huquq sifatida baribir uni davlat tomonidan joriy etilish va muhofaza etilishiga ehtiyoj seziladi. Akmal aka, muxtasar qilibda, huquq subyektiv ko'rinishda davlatdan oldin, obyektiv ko'rinishda davlatdan keyin paydo bo'lgan desak bo'ladimi? Ha, shunaqa paydo bo'lib rivojlangan deb qo'shib qo'ysak, undan ham yaxshi bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Mana hozir siz huquqni paydo bo'lishi haqida gapirdingiz-da. Mana shu huquqni paydo bo'lishi insoniyat hayotida nimalarni o'zgarishiga sabab bo'ldi? Xo'p, birinchi o'rinda mana yuqorida ta'kidlaganimizdek tartibga katta e'tibor qaratildi va huquq kelgani munosabati bilan ma'lum bir tartib qonuniylashadi. Masalan, biz qadimgi davrda, qadimgi Yunonistonda olsak, u yoqda demokratiya, qonuniylash, salon qonunlari deymizmi yoki bo'lmasa dragon qonunlari, umuman olganda tartib qonuniylashib, odamlarning shu tartibga nisbatan roziligini anglatadi. Va davlatda ma'lum bir ma'noda tartib o'rnatilib, farovonlikka, rivojlanishga hissa qo'shadi. Ya'ni huquqning har xil funksiyalari bor. Mana shundan iqtisodiyot rivojlanishga ham ko'maklashadi deymiz-ku. Ya'ni jamiyatda qachon rivojlanish bo'ladi? Tartib intizom bo'ladigan bo'lsa. Har bir odam o'zining haqqini talab qilishi bu tabiiy hol, lekin o'sha haqqni talab qilish chegarasini davlat belgilab berishi va kimdir huquqi buzilgan bo'lsa, davlat uni tiklab berishga shay turishi, bu narsa demak davlatning rivojlanishiga, ham iqtisodiy, ham ma'naviy, ham moddiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Endi mana shu huquqni o'rganish haqida gaplashsak-da, bu borada qanaqa huquq manbalari bor? Endi qadimgi manbalardan endi bizgacha yetib kelgan va ma'lum va mashhur bo'lganlardan bilamiz. Asosan huquq normalari sifatida qadimgi sharqdan boshlasak ko'proq to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qadimgi sharqda Hammurabi qonunlari deymiz yoki Avesto deymiz. Bularning hammasida shu huquq normalari shakllangan. O'zimiz turkiy xalqlar bo'yicha eng qadimgi normalardan u Urxun Enasoy yozuvlari misol uchun, to'g'rimi? Umuman olganda ko'pincha mana masalan Hammurabi qonunlarini oladigan bo'lsak ham, agar otasiga o'g'il qo'l ko'tarsa, qo'li chopilishi degan, qo'li chopilsin degan norma belgilanganda. Mana shu normalar ham umuman olib qaraydigan bo'lsak, odatdan va axloqdan kelib chiqib shakllangan. Endi agar demokratiyani ilk vatanlari bo'lgan o'sha Yunoniston, hozirgi Gretsiya deymiz, endi bu davlatlarga yoki Rimga e'tibor beradigan bo'lsak, ularda huquqlar tarmoq sifatida, soha sifatida rivojlanishi e'tiborga loyiq bo'ldi. Ularda ham axloq va odob, ya'ni davlatdagi sinfiy qarashlar, masalan, Yunonistonda bilamiz, aholi turli toifalarga bo'linganligi, shaharliklar yoki fuqarolar va fuqarolik bo'lmaganlar, metiklar deymiz, ko'chmanchilarga bo'linganligi ularning o'zini yashash sharoitidan kelib chiqqan. Ya'ni sharqda ko'proq axloq va odobga asoslangan bo'lsa, g'arbda ko'proq sinfiy qarashlardan, ya'ni odamlarning mulkiy darajasi yoki ularning shaharga qanchalik mansubligidan kelib chiqib, ularni holatida, huquqda aks eta boshlagan. Ya'ni ilk manbalar sifatida shuni keltirishimiz mumkin va bu manbalar albatta o'zini yaratilgan hududi, geografiyasi, jo'grafiyasidan kelib chiqib, o'zaro shakllanib borgan. Bugungi kunda endi zamonaviy tendensiyalar ta'siri natijasida qanaqa huquq manbalarini ko'rsata olamiz? Endi bugungi kunda mana o'zimiz ham ko'rib turamizki, zamonaviy axborot texnologiyalari raqamlashtirish juda ham rivojlanib boryapti. Natijada butunlay huquqqa, nafaqat huquqqa, balki boshqa sohalarga nazarimiz ham, yondashuvimiz ham o'zgarib boryapti. Ya'ni bu nima degani? Kiber huquq deymiz. U ikkita axborot texnologiyalari yoki bo'lmasa kibernetika bilan bu yoqda huquq qo'shilmasidan yaralyapti. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, ingliz tilida multidisciplinary degan so'zni ishlatamiz. O'zbek tilida sohalar aro degan so'zga ko'proq to'g'ri keladi. Ya'ni sohalarning jamlanmasi. Bizda shunaqa holat kelib chiqyaptiki, yurist odam hozirgi paytda ayniqsa nafaqat huquq, balki boshqa sohalardan ham bilimga, masalan, qurilish huquqi hozir eng rivojlanayotgan sohalardan yuristlarga ehtiyoj sezayotgan soha yoki axborot texnologiyalari bo'yicha huquqlar. Bu sohadan bilish uchun nafaqat bizni o'sha yuridik universitetda dars mashg'ulotlarida, balki qo'shimcha boshqa kurslarga borishni ham talab etyapti. Ustoz shogird tushishni ham talab etyapti. Haqiqatan shu sohani ustoz yuristi bo'laman deydigan talabalar uchun albatta endi hozir sohalar aro mutaxassis bo'lishga to'g'ri kelyapti. Zo'r. Akmal aka, mana biz huquqshunoslikka kirish dedik. O'zi mana ilmiy rakursdan qarasak-da, huquqshunoslik fanini shakllanishi bosqichlarini bir ko'rsatib bersangiz. Huquqshunoslik endi davrlarga bo'lib o'rganiladi bu narsa. Endi vaqtimiz
qisqarligi uchun qisqaroq tushuntirishga Ya'ni harakat fan qilaman. sifatida qachon shakllanadi? Fan sifatida emas, uni rivojlanishi bo'yicha biz uni ko'rib chiqsak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni qadimgi davr, Xo'p. o'rta asrlar davri, ya'ni qadimlar antik davr deymiz, keyin o'rta asrlar davri, keyin yangi uyg'onish davridan keyin. Ana undan keyin yangi davr va eng yangi davr bo'lishga harakat qilamiz. Endi fan sifatida rivojlanishga ko'proq biz bilamiz yangi davr, uyg'onish davridan keyin u rivojlanish boshlagan. Faqat huquqshunoslikka kirish degan fanimiz sof shu nom bilan va shu intizomda rivojlanmagan. U ensiklopedik fan sifatida rivojlanish natijasi yuzaga kelgan. Ya'ni biz bilamiz ensiklopedik fan degani bu har xil fanlarni o'sha asosiy tushunchalarini olib umumlashtiradi. Masalan, davlat huquq nazariyasi degan fanimiz ham ensiklopedik fan sifatida rivojlangan boshida. Ya'ni huquqqa oid hamma bilimlarni umumiy yig'indisini tushuntirib bergan. Endi huquqshunoslikka kirish ham keyinchalik mana rivojlanish natijasida davlat huquq nazariyasining bir yondosh ukasi sifatida, endi illyustratsiya qiladigan bo'lsak, yondosh ukasi sifatida rivojlanib kelgan. Bu fan bizda ko'proq hozirgi paytda turdosh yo'nalish bitirib kelgan magistratura o'quvchilar, ya'ni magistrantlar uchun o'qitiladi. Ya'ni huquqqa umumiy yondashuv, huquqqa bo'lgan qarashini shakllantirish uchun birinchi huquqshunoslikka kirish tushuntiriladi. Ana undan keyin boshqa fanlar ketma-ketlikda bolalarga o'rgatishga harakat qiladi. Ya'ni biz buni fan o'laroq emas, umuman huquq sohasining rivojlanishi bo'yicha qarab, keyin uni fandan ajralib chiqishi, DXNni bir yondoshi sifatida qarasak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Mana siz huquqshunossizda. Hozirgacha ham menimcha huquqiy yangiliklardan boxabar bo'lib borasiz. Va darsga ham kirib, talabalarga dars berasiz. Ya'ni huquqshunos bo'lish istagidagi talabalarni o'qitasiz. Huquqshunos bo'lmoqchi bo'lgan talabalar uchun huquqshunoslikka kirishni, nimadan boshlashni bir aniq faktlar ko'rsatgan holda aytgan bo'lardingiz. Birinchi o'rinda endi tavsiya qiladigan bo'lsak, bu talabalar bizda asosan birinchi kurs talabalar davlat huquq nazariyasi degan fanni o'qishni boshlashadi. Birinchi o'rinda shu fanni o'qisalar yaxshi bo'lardi. Endi magistratura talabalari uchun nimani tavsiya qilamiz? Ular o'qishga kelganda o'zimizda huquqshunoslikka kirish degan fan bor. Shu fan uchun huquqshunoslik Introduction to Law yoki Introduction to Jurisprudence degan fanni yaponiyalik olimlarning kitobini Alisher Umriddinovda bir loyihasi bor bilsangiz, Renesans degan. Shu loyihaning ichida huquqshunoslikka kirish bo'yicha alohida tarjima kitob bor. Yaponiyalik mutaxassislarning kitobi tarjima qilingan. Ana shu Renesans loyihasini huquqshunoslikka kirish kitobini o'qishni tavsiya qilardim. Bu magistratura talabalari uchun. Endi kitob nuqtai nazaridan biz taklifimiz, demak, birinchi kurs talabalari uchun davlat huquq nazariyasi, magistratura talabalari uchun o'sha huquqshunoslikka kirish kitobi ko'proq to'g'ri bo'ladi. Endi kontent nuqtai nazaridan baribir hozirgi paytda bilamiz, ko'proq internet resurslari, media kontentga ko'proq talabalar ehtiyoj sezadi. Bunda YouTube'da o'zimizda yaxshi advokatlar tomonidan olib borilayotgan yoki Instagram sahifalarida olib borayotgan yuristlar bor. Masalan, yurist kadr eng mashhurlardan bittasi, Telegramda, Instagramda bor. Buni ham ko'rib borib, ancha-muncha fikr shakllansa bo'ladi. Aynan mehnat sohasi bo'yicha yurist kadrni tavsiya qilsa bo'ladi. Endi umumiy huquq masalalari bo'yicha boshqa advokatlar bor. Masalan, Bahodir Ahmedov, boshqa katta advokatlar bor. Shularning ham o'zining sahifalari bor. Internetda, masalan, oddiy dam olish kunlari ham yoki bo'sh vaqtda Instagram yoki Telegramdan foydalanib shu advokatlardan ma'lum bir masalalarni menimcha tinglasam, ancha-muncha huquqiy ongni oshirishga xizmat qiladi. Demak, huquqshunoslik faqat auditoriyada emas, balki bloglar ko'rinishida ham virtual olamda mavjud va biz bugun shunaqa bir o'rganib qoldikki, usiz hayotimizda tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni internetda ham biz huquqni yetarlicha o'rganishimiz uchun siz tavsiyalar berib o'tdingiz. Juda ham yaxshi. Huquqshunos sifatida huquqiy tartiblaringiz qanaqa? Huquqiy tartib deganda kundalik hayotda huquq bilan bo'lgan aloqamiz, shunaqami? Xuddi shunaqa. Ya'ni bugungi loyiha nomi, ya'ni huquqshunos kundaligidan kelib chiqqan holda tushunadi. Akmal Sodiqov misolida, Akmal Sodiqov huquqshunosning kundalik tartibi qanaqa? Xo'p, endi bu borada erta turib to kechga yotguncha bo'ladigan masala emas. Ya'ni huquq bilan aloqani tushuntirib bersak, ya'ni erta tongdan avvalambor birinchi o'rinda ijtimoiy tarmoqlarni to'g'risi huquqqa aloqador masala bo'yicha tekshirib o'qib chiqaman iloji boricha. Birinchi qiladigan ishim uzog'i 5 daqiqa, 10 daqiqa ketadi. Umumiy qisqa ma'lumotlarni o'qishga harakat qilaman. Keyingisi mana o'zimizda oliygohimizga keldik. Bu yoqda albatta talabalarga darsga kiramiz. Darsda ham huquq bilan yuzma-yuz bo'lamiz. Ya'ni talabalar bilan albatta qanaqadir masala bo'yicha
suhbat quramiz, talabalarga nimadir o'rgatishga yoki ularni yo'nalishini sal bo'lsa-da muvofiqlashtirishga harakat qilamiz. Xo'p, bundan tashqari biz bilamiz, o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak, bizda oson huquq loyihasi doirasida o'zimizda huquqshunoslik maktabi degan Telegram kanalimiz, Instagram, Facebooklarni yuritamiz. Bunda ham o'sha huquq maktabi loyihasi bo'yicha katta kontent yaratamiz. Bir kunda hech bo'lmaganda bitta kontentimiz bor. Hech bo'lmasa audio dars qilamiz yoki test, qanaqadir video roliklar, nimalardir qilib, shu kontentni boyitishga harakat qilamiz. Eng muhim bu kontent bepul. Ya'ni o'zimiz bilgan va tushungan narsalar bo'yicha qisqa material tayyorlab, shu o'zimizning loyihamizga Ya'ni joylaymiz. aholi bepul internetdan o'sha mana shu huquqiy kontentlardan Foydalanish mumkin. Nomini aytib o'taylik shuni. Huquq maktabi deb nomlangan. Bemalol shu Telegram, Instagram boshqalarga yozib qo'ysangiz bemalol chiqadi. Demak, shunda bolalarga yoki ko'p endi maktab o'quvchilariga mo'ljallanganda ularga ko'proq sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Va bundan keyin kechki paytlar o'zimizda o'quvchilarimiz ham bor, ya'ni alohida to'garaklarimiz ham bor. Deyarli har kuni huquq bo'yicha ularga ma'lumot va tushuntirishlar beramiz. Bundan tashqari onlayn darslarimiz bor. Onlayn darslarda ham ma'lumot beramiz. Kechki payt hamma tarqalgandan keyin ko'pincha kafedrada sukunat cho'kkanda ko'proq ayrim ishlarni qilib olaman. Ayniqsa biror bir maqola yozish, shunga o'xshash narsalar yoki yangi kontent g'oyalari yoki yangi kontentlarni ham o'sha sukunatda yaratib olishga harakat qilaman. Chunki aynan shu tun vaqtida ko'proq soat 10-11largacha hech kim bo'lmaganda ko'proq ish qilib olaman. Qo'yil. Akmal aka, ko'rsatuvimiz nihoyalanib bormoqda. Bitta biz qiziq turkum yaratganmiz. Ko'rsatuvimizning keyingi mehmoni kimligini hozircha bilmaymiz. Hozircha bilmaymiz. Siz o'zingiz bilmagan holda keyingi mehmon uchun huquqiy savol bersangiz va sizning savolingizga hali noma'lum mehmonimiz keyingi ko'rsatuvda javob beradilar. Rahmat. Ko'p o'ylantiradigan bir savol bor. Ya'ni masalan qonunlar adolatli bo'lishi kerak degan masalada ko'p bahs bo'ladi. Ya'ni qonunlar adolatli bo'lishi kerakmi yoki adolatning mezoni qayerda? Bu bo'yicha masalan ko'pchilik tortishadi, adolatning mezoni yo'q. Adolat bu kimnidir o'sha haqqini ado etish deb tushuniladi. Ya'ni u kishiga bermoqchi bo'lgan savolim mendan keyingi spikerimizga savolimiz, adolatning mezonlari deganda siz nima tushunasiz? Shu adolatning mezonlariga misollar keltira olasizmi degan savolni bermoqchi edim. Ya'ni biz huquq, qonun deganimizda birinchi bizning tushunchamiz adolat bilan bog'lanadi, baribir adolatli bo'lish kerak. Shu adolat mezonlari va uni misollarini keltirsa, menimcha qiziqarliroq bo'lardi. Efir nihoyasida bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga o'zingizni bildiradigan tilak va tavsiyalaringiz bo'lsa marhamat. Xo'p, tilaklarimiz avvalambor mana bugun Suronli jamiyatda, Suronli taraqqiyot tamaddunida yashab turibmiz. Bunda faqat va faqat harakat qilish kerak. To'xtab qoladigan odam o'zingiz bilasiz, hozirgi kunda sekinroq harakat qilgan odam ham ancha-muncha orqada qolib ketadi. Shuning uchun hech qachon harakatdan to'xtamaslik va shu harakatlarimiz zamirida ikki dunyo saodati yotishini hammaga tilab qolaman. Zo'r gap bo'ldi. Siz aziz kuzatuvchilarimiz bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deya xayrlashib qolamiz. Sog', salomat bo'ling.